Savol. Assalomu alaykum ustoz. Farz ro'za bilan nafl ro'zani biroqla niyat qilsa bo'lamdi? Masalan, Zulhajja oyi va Shavval oyining ro'zasini tutmoqchi bo'lsa, farz ro'zaning qazosini biroqla niyat qilsa demakchi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Agar burunqi Ramazondan qazo ro'zasi borlar bo'lsa, oldi bilan qazo ro'zasini tutib olib, ondan keyin 6 kun ro'zani tutish lozim. Agar Ramazonning qazosini tutmay 6 kun ro'za tutsa, farzni tashlab qo'yib mustahabni qilgan bo'ladi. Yana kelib, 1 yil ro'za tutganning fazilatiga erisha olmaydi. Chunki yuqori hadisda Ramazonda ro'za tutib, ondan uningga Shavval oyidan 6 kunni ergashtirib tutadi ekan degan bo'lg'achqa, Ramazonni to'liq tutgandan keyin orqadan bu 6 kun ro'zani tutgandilar, ondan hadisdagi fazilatga erisha oladi. Ramazonni to'liq tutmay 6 kun ro'za tutsa, bu yuqori hadisga tushmaydi. Yana Allohning qarzini ado qilishga eng haqliqdir. Lekin shundaqdimi nafl ro'za tutgan savobi bo'ladi. Ammo qazo ro'zasi borlar hayitdan keyin qazo ro'zasini tutganda Shavvalga tava 6 kunni ham niyat qilib, 6 kun qazo ro'za tutsa, ba'zi olimlarning qarshida bir niyat bilan har ikki ro'za vujudga chiqadi va har ikkisining ajriga erishadi. Xuddi masjidga kirib farzga ulgurgan kishiga nisbatan farz namoz tahiyyatul masjid namoziga hisob bo'lganidek, Shavval oyida tutadigan 6 kunning ro'zasi qazosini qiladigan ro'zasiga kirishib ketadi. Bu qarashga asosan Ramazon qazosini tutmoqchi bo'lgan ayollar birli vaqtda Shavvalning 6 kun ro'zasini niyat qilsa bo'ladi. Buning bilan bu qazo ro'zalarni tutayotganda Shavvalda 6 kun ro'za tutgan bo'ladi. Shavval oyi chiqib ketishga vaqt qistalgan ahvolda shunday qilsa bo'ladi. Ikkining birini niyat qilay desa, qazo ro'za albatta oldingi o'rinda turadi. Chunki Ramazon qazosini qilish farz, Shavvalning 6 kun ro'zasi bo'lsa nafla. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.